Assalomu alaykum barchangizga. YouTube kanalimizga kuzatib turganda xudo xolasa bugun pichoqlarni o'rnatib balansirovka qilishni o'rganamiz xudo xolasa. Pichoqlarimiz qalin sinkalik mahoyli bo'ladi. Plankalar ham 6 lik bo'ladi xudo xolasa. Malat bo'yida tishlari bo'ladi 5 ta o'nta. Asosiy bular 6,5 kilolik motorlarga qo'yiladi. Turbalarimiz ham qalin 6 stanka 7 stankalik turba bo'ladi. 6,5 kilo 3,5 оборотda aylangani uchun qalinroq stankalik turba qo'yamiz. Pichoqlarni o'rnatib olganimizdan keyin xuddi 200 kiloga ishlaydi apparatlarimiz. Bularni yurgizib o'zida balansirovka qilamiz. Xolasa ko'rinib turibdi. Ozgina vibratsiya beryapti hammasi. Bularni balansirovka qilamiz xudo xolasa. Xo'p, bu apparatlarimizni balansirovka qilish qanday bo'ladi desa, xudo xolasa yayka bilan bo'ladi. Og'ir tomoniga bir tomoni og'ir, bir tomoni yengil bo'lib qolgan bo'ladi. Endi shuni hisobiga ozgina vibratsiya beradi. Shuni endi yengil tomonini topib turib, gayga bo'lib qo'shib qatiriladi. Shunda balansirovkasi xudo xolasa chiroyli bo'ladi. Xudo xolasa apparatlarimizni xuddi mana shunday qilib yengil tomonni topib, ozgina og'irlik qilib gayga bo'lib qo'shib qo'yamiz. Shu bilan balansirovkalari chiqib ketadi. Ana xuddi shunaqangi qilib yengil tomoniga ozgina gayga bo'lib qo'shib qo'yiladi. Shu bilan xudo xolasa balansirovkalari chiqadi. Xolasa apparatlarimiz endi sifarga qilib qo'yiladi. Yagi bo'llar bo'shab ketmasligi uchun shu bilan xudo xolasa ishlayveradi. Apparatlarimiz xudo xolasa balansirovkalar chiqqandan keyin sifarga qilib qo'yamiz.
xohlasa apparatlarimiz tayyor. Balansirovkalari chiroyli ishlayapti. Xudo xohlasa endi bularni orqasiga to'y ko'rsatadigan datchiklarni o'rnatib qo'ysak, xudo xohlasa apparatlarimiz tayyor.